Tekshirib qo'ylar bu qator. Musulmon odam Allohdan boshqaga suyanishi, Allohdan boshqaga ishonmasligi kerak. Allohga tavakkul qilishlik nimaga o'xshaydi? Allohga tavakkul qilishlik bir baliqchiga o'xshaydi. Baliqchi to'rini qayg'iga soladi. Balig'i bor deb gumon qilgan joyga boradi, to'rini tekis qilib yayib qo'yadi. U shart tashavormaydi. Alloh yozgan bo'lsa chiqar demaydi. U sababini qiladi. Tekis qilib yayadi, qayg'i borib endi nima deydi? Allohga tavakkal qiladi. Keyin tortadi. Chiqsa ham alhamdulillah, chiqmasa ham alhamdulillah. Siqilmaydi bugun chiqmadi, bugun yozmabdi-da. Va o'sha mashina sizga o'tganda $500 foyda qilardingiz. Mana palonchi ilib ketdi.